Assalomu alaykum, rangli qush ishqibozlari. Bugun qushlarimizga bu undirilgan bu yerda mosh bor, pista bor, pishino bor. Shularni beryapmiz. Endi buni video qilganim sababi podgotovka уже sezonga tayyorgarligi. Undirilgan narsalarni berib tursaylik, vitamin E deyiladi, belok qushlarga, imенно mana shu nar modalarga, яичник kletkalarini o'yg'atishga, polni hamma yo'g'iga kerakli narsalar. Endi hozir bunga qo'shiladigan narsalarimiz aytib o'tadigan bo'lsak, mana bu nonimiz kalsiy. Mana kalsiy. Bundan bir qoshiq solamiz. Shu multivitaminli kalsiyda mana multivitaminli qushlarning qonigaligi fitness klubda ishlaydi, восстановить qiladi deydi-yu. Qonda aylanishlarini hamma yo'g'ini yaxshilab beradigan narsa. Bundan bir qoshiq. Mana bu yerda endi bu ham mana vitaminlar, qoni, A, C, B hammasi mana. Bor narsalarimizdan foydalanyapmiz. Bundan ham solamiz. Bu Nekton D3. Mana D3. Bu oshqozonda yaxshi hazm bo'lishi uchun eng kerakli mahsulot. D3. Bu protein. Hamma shu yerlari o'zgarishiga polni protein mana. Bular berilayotgani shu podgotovkasi. Ko'pchilik vitamin E bersakchi, boshqa narsalarni bersakchi, qushlarga vitamin E bir oy podgotovka qildim. Nar yari bo'lmayapti dedi. U hech nima qilib bermaydi bir oy. Sekin podgotovka qilib borish kerak. Keyingi uje yelar immunitetni ko'tarib beradi mana. Urug'ni rivojlanishini ko'tarib beradi. Bulardan hammasidan 50-60 bo'lsa, vitamin E yegandan keyin qushlarga 70-80 bo'ladi. Ashunda uje yarisa qilib plodotvorенность, spermalar полный rivojlanadi. Spermatozoidlar uje rivojlanib, moshni bo'lib ishga tushadi. Mana bularni hammasini soldingmi? Endi qorishtirib qo'yamiz. Mana qorishtiramiz, ozgina tek qo'yamiz. Juda bir mazza bo'ladi. Mana juda mazza bo'ladi. Bunlar ana maydalab olamiz. ...2025'ler уже tayyor bo'lishdi boshladi. Oldi qushlarimiz. Bularni уже mana shu Rossiyaning ichida sotuvni ham boshladik. Telegram kanal ochdim, yangilik. Telegram kanal ochdim. Hozir silkasini kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Shu kommentariyaga kelib silkasini olib, shu silkadan o'taverasizlar Telegram kanalga. Kanal полный ochiq. Сообщение, fikr almashish, bunday aytganda bilganlarimizni aytib, bu yil mana 2-yil sezon ketyapti. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Tushunib harakat qilganlar, ko'rib kelyapti, tushunganlar, ko'rib sezyapti. Natijalarni ham qo'yib boringlar. O'sha bir chekkadan boshladik, natijalarni ham qo'yishdi. Asta sekinlik bilan hamma o'zi ko'rinaveradi. Mana qorishmamiz tayyor. Bu yerda endi oq rang yemaydiganlarga ajratib turib, qolganiga rang qo'shib olamiz.
Oklarga olib qo'yamiz mana bunga. Mana shu rang mo'shni ekan Bahodir akadan kelgan. Aralashma tayyor. Olib kelyapsizmi o'g'lim qarmushlarni? Ha. Qalamaygan. Ne? Qo'ymaydi, hammasi emas u. Ne? Qolganlari qani? Sekin qarab olib kir jicha-jichadan hammasini. Ha, shoshilmasdan. Buni yaxshi aralashtirib olsak, qip-qizil bo'ladi. Tulov o'ta kuchli ketyapti hozir, tulov. Tulovdan chiqqanlari bor. Yaxshi tulayotganlari bor. Rang har kuni berib turmasa ularning rangini keyin shu tulov paytda ko'proq xatoga yo'l qo'yganimiz shu salat-palat, sabzi-pavzi shu tulov paytda berib o'rganimiz. Qushni tulayotgan paytda umuman ko'kat, olma, sabzi hech nima bermasdan faqatgina rang yeyishni ko'rin tuxum. Rangni yuvoradi ekan salat-palatlar. Ine keyin qush shun bilan kraska olmay qo'yadi ekan. Ine rang sotganda yomonlab yurinni oladi ekan. Rangni yaxshisini bermabdi. Rangida yomonini berib qo'yibdi. Rang nito ekan deb. Shu narsaga o'zim qattiq nima qildim? Amin bo'ldim. Shtobi qushlarga rang berilayotganda hech qanaqa ovush, frukta, barg, ko'kat, lauroviy list demanda, salatoviy list, shunaqa narsalarni bermash kerak. Kabachok, brokoli, белый kapusta. U bola baqayotganda berish kerak ekan, o'sha kraska berayotganda berish kerak emas ekan. Mana, ashsha go'zal bo'ldi, qip-qizil bo'ldi. Ashsha. Oh. Nima qil? Ha, sekin ketyapsizmi? Bilasiz, siz o'zingiz o'g'lim. Qo'ying. Tashayib qo'ydim. Ha, qo'ying ashitga. Tashayib qo'ydim men. Ha, ashitga qo'ying. Tashayib. Bo'ldi gap yo'q. Tashaydim. Mana qo'y. Tashadim. Tashadim men. Bo'ldi. Tashadim. Mana zo'r yeyapti bu jonivorlar. Sirraz yegan tushadi. Sirraz yegan tushadi mana. O'g'lim kelib olgani uchun tepaga chiqishib oldi qushlar. Ne? Ha? Sizdan qo'rqib ketdi.